Assalomu alaykum birodarlar, bormisizlar hammalaring. Ko'pchilik so'ragan birodarlar yaxshi xabar bilan chiqyapmiz. Alloh nasib qilsa. Ishlagan para yoki bolali para, ishonchli paralardan bormi deganlar bor edi. Bu yoqqa Xudo xohlasa 3 oy yozda qushlarga dam beraman. Ishlagan rabochiy para qushlarimizni sotamiz. Nimaga sotyapmiz desalaring, yangi yilga Xudo xohlasa yangi mutatsiyalarga joy bo'shatishimiz kerak. Joy bo'shatishga Xudo xohlasa qushlarni sotmasak iloji yo'q. Bularni endi haligi tuzlab bo'lmaydi. Shuni hisobiga Xudo xohlasa Alloh nasib qilsa yaxshi rabochiy qushlar sotamiz. Kelishtirib albatta. Faqatgina bitta kamchiligi bor qushlarimizni. Qushlarni ko'pi bu yil Xudo xohlasa 3 marta ishlagani bor, 2 marta ishlagani bor. 2 marta ishlaganini yozda ishlatsalaring bo'ladi, lekin maslahat bermayman, chunki tuxumlari palaxta bo'lib qolishi mumkin. Shuni hisobiga 3 marta ishlaganda, lekin обязательно dam berish kerak. 4-marta ishlatsa ham bo'ladi, qushni o'rnatib qo'yasizlar. Shuni hisobiga bu yerga sentyabrdan genizni ilib ishlatsa bo'ladigan rabochiy qushlarni Xudo xohlasa sotuvga qo'yamiz. Xo'p, jichigina qushlarni hozir to'g'risi bitta bir 30 parda bu yerda vallohi ham sotuvga chiqib ketib qoladi. Hammasini misol uchun narxlari bilan obzor qilib aytishlik imkoni yo'q. Qisqa lo'nda qilib aytaman. Misol uchun deylik, Telegram gruppamiz bor. Shaqda Xudo xohlasa narxlari bilan, videolari bilan Xudo xohlasa обязательно qo'yib, Xudo xohlasa kelishtirib qo'yib beraman. Xudo xohlasa kimga qiziq bo'lsa, Telegram gruppamizga o'taverasizlar, Alloh nasib qilsa. Mana misol uchun ba'da aqvamiz bor, 7 ta tuxumi bor. Ba'da rabochiy apalayn bor. Ba'da ham shu, ba'da lutina apalayn bor misol uchun. 2 ta bolasi bor. Ba'da misol uchun deylik, mana perso apalaynimiz bor, 3 ta yoki 4 ta bolasi bor. Ba'da apalaynimiz bor, tuxumi bor. Ba'da ham xuddi shu rabochiy perso. Mana bu bitta para qushimiz bor, misol uchun sarg'iboshi moda, spitda, bunisi nari. Xo'p. Ba'da ham shu lutina apalayn rabochiy para. Ba'da ham mana misol uchun deylik, faqatgina sarg'ibosh beradigan turdan bor. Hamma shu qushlarlar bular begonalarda misol uchun qushlarni zo'r boqib bergan. Ba'da misol uchun mana lutina apalaynimiz bor, ba'da apalayn bor, ba'da misol uchun anaqa razavoshoki boqaman deganlar, zakolis boqaman deganlarga bor. Xudo xohlasa o'taverasizlar Telegram gruppaga. Imkon qadar Xudo xohlasa narxlari bilan chiroyli qilib kelishtirib qo'yib beramiz.